Amir Temur davlati parchalangandan keyin O'rta Osiyoda 3 ta davlat tuzilgandi. Bular Xiva, Buxoro va Qo'qon xonliklari. O'shalar ichidagi eng kattalaridan biri va ilm rivojlangan davlat bu Buxoro edi. Bu davlat qanday paydo bo'ldi va uning taqdiri nima bo'ldi? Bugun shu haqida qisqa qilib gaplashamiz. Buxoroda doim ilm-fan rivojlangan. 9-asrda Buxoro Qubbatul Islom nomini olgan, ya'ni u islom dinining gumbazi edi. Dastlabki masjid Buxoroda ochilgandi. Qutayba ibn Muslim 709-yilda Buxoroni egalladi va o'shandan keyin dastlabki masjidni Buxoroda ochdi. Dastlabki madrasa ham aynan Buxoroda ochilgandi 10-asrda. Bu madrasa nomi Farjak edi. Buxoroda doim ilm-fan rivojlandi, lekin 13-asrda Buxoroni boshiga og'ir kulfat tushdi. Buxoro shahriga 13-asrda Chingizxon hujum qildi. 1220-yilni fevral oyida. Chingizxon Buxoroni egalladi va Buxoroni egallagandan keyin Buxoroni kulini ko'kka sovurdi, kitoblarini yoqdi, kitoblarni daryolarga oqizdi. Kitob solinadigan har xil idishlariga otlarga yem berish uchun foydalandi. Ular ilmning qadrini bilmagan va aynan Buxorodagi vaziyat shu darajaga keldi. Buxoroda Amir Temur davri ekanda ma'lum bir obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Amir Temur umuman O'rta Osiyoda katta ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, aynan Buxoroda ham o'sha ishlar amalga oshirilgandi. Amir Temur 1405-yilda o'ldi va o'lgandan keyin ichki kurashlar kuchayib ketdi. Davlat Amir Temur birlashtirgan 27 ta davlat ma'lum bir qismlarga bo'linib ketdi. Amir Temurning eng katta hududlaridan biri hisoblangan Moro-Nahrni uning nabirasi Xal Sulton Mirzo boshqardi. Bu boshqaruv u nabiradan o'g'ilga o'tdi, boshqa boshqaruv bilan 1500-yilga qadar davom etdi. 1500-yilda zaiflashib qolgan Temuriylarni Muhammad Shayboniyxon egallab oldi. Moro-Nahr 1500-yildan boshlab Shayboniylar boshqaruviga ma'lum bir qadar o'tdi va Moro-Nahrda endi Shayboniylar boshqaruvi o'rnatila boshlandi. Muhammad Shayboniyxon davlatni 1510-yilgacha boshqardi. Shayboniyxon 1510-yilda Eron hukmdori Safaviy bilan urushdi va jangda mag'lubiyatga uchradi. Undan keyin 1510-yilda Xokan tepasiga Ko'chkinchixon keldi. Ko'chkinchixon mamlakatni 1530-yilga qadar boshqargandi. Undan keyin Ko'chkinchining o'g'li Abu Said 1530-yildan 1533-yilgacha. Undan keyin 1533-yilda Muhammad Shayboniyxonning ukasi Mahmud Sultonning o'g'li Ubaydullohxon keldi. Muhammad Shayboniyxon, Ko'chkinchixon, Abu Said davrida poytaxt Samarqand, lekin Ubaydullohxon o'zini ota merosi sifatida poytaxtni Buxoroga ko'chirdi va rasman Buxoro davlati tashkil topdi. Buxoro davlatini 3 ta sulola boshqardi. Dastlab Shayboniylar, undan keyin Ashtarxoniylar va Mang'itlar. Shayboniylar davri 1500-yildan 1601-yilga qadar davom etdi. Shayboniylar Temuriylarga ma'lum bir miqdorda voris bo'la oldi. Ular ilm-fanga katta hissa qo'shmasa ham, ya'ni Temuriylarga o'xshab, lekin ilm-fan ular davrida ma'lum bir qadar rivojlandi. Buxoroda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Undan keyin Ashtarxoniylar keldi. Ashtarxoniylar 1601-yildan to 1756-yilgacha ular hukumat tepasida turdi va davlatni boshqardi. Ashtarxoniylar davriga kelganda davlatda cho'kish boshlandi. Bunga sabab diniy mutasiblik birinchi o'ringa chiqib qolgandi. Ya'ni islom dinini noto'g'ri tushunish natijasida davlatda tanazzul bo'ldi. Har qanday narsa islomga, shariatga to'g'ri kelmaydi deydilar, rad qilindi. Natijada yangi texnika va texnologiya ta'minlanmadi va davlat orqaga keta boshladi. 1756-yilda hokimiyat tepasiga yangi bir sulola keldi. Bular Mang'itlardi. Mang'itlar boshqaruvi davri 1756-yildan 1920-yilga qadar davom etdi. Mang'itlar endi o'zlarini Buxoro amirligi, o'zlarini amirlar deb atadi. Bunga sabab ular kelib chiqsa Chingizxon naslidan bo'lmaganligi uchun o'zlarini xon emas, balki amir deb atay boshlagandi. Buxorodagi o'sha Ashtarxoniylarda boshlangan diniy mutasiblik Mang'itlar davriga kelganda o'zini cho'qqisiga chiqib ketdi. Tabiiy va aniq fanlar Ashtarxoniylar davriga o'xshab Mang'itlar davrida ham umuman rivojlanmadi. Zaiflashib qolgan davlatga Rossiya imperiyasi bosib keldi. Rossiya imperiyasi 1868-yilda Buxoro amirligi bilan noteng shartnoma imzoladi. Amir Muzaffar Rossiyaga ma'lum bir hududlarni berib yubordi va hududi kichrayib qoldi. Buxorodan tortib olingan hududlar evaziga ruslar Buxoroda Zarafshon okrugini tuzdi va o'sha davrdagi 2 million aholisi bo'lgan Buxoro amirligi katta qiyinchiliklar ostida qoldi. Bunga sabab Buxorodagi o'sha soliqlar Rossiyaga tovon pul to'lab berish kerak edi, 500 ming rubl. O'shandan keyin aholi qiyinchiliklar davri boshidan o'tkaza boshladi. Yillarda qurg'oqchilik bo'lmagan yillarda aholi
qurg'oqchilik bo'lgan yillar uchun ham soliq talab qilindi va natijada og'ir vaziyat tufayli aholi qiynaldi va doim qo'zg'olonlar ko'tarib turdi. 1917-yilda fevralda Rossiyada davlat to'ntarishi bo'ldi. Fevral inqilobi. Hokimiyat tepasiga burjuaziya keldi. O'shandan keyin Olimxon o'z siyosatlarini boshqatdan ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Chunki avval Olimxon har bir ishini doim bu Rossiyadagi Romanovlarga suyanib ish qilardi. Aholi qo'zg'olon ko'taradigan bo'lsa, Romanovlar bilan bostirardi. Ya'ni Romanovlardan qo'shin olardi, shular bilan bostirardi. Endi unga yordam beradigan Romanovlar yo'q. Tabiiyki, endi Olimxon o'zi qolib ketdi va endi islohotlar bilan chiqdi. Lekin islohotlar natija bermadi. Orada yosh buxoroliklar bilan nizolar bo'ldi. Natija islohotlar qilinmadi. 1917-yilda Rossiyada yana to'ntarish bo'ldi. Oktyabr to'ntarishi va hokimiyat tepasiga bolsheviklar boshchiligida Lenin keldi. Lenin Buxoroni egallab olishga 1917-yilda 2-dekabrda harakat boshlagan. 1917-yil 2-dekabrda u Kogonda yangi Buxoroda yig'ilish o'tkazdi va yangi inqilobiy revkom tuzdi, 7 kishidan iborat. Fayzullo Xo'jayev bu revkomga inqilobiy qo'mitaga yetakchi bo'lishi kerak edi va Olimxonni ag'darib, ular Fayzullo Xo'jayevga Buxorodagi hukumatni olib berishga qaror qilishdi. Fayzullo Xo'jayev bunga rozi bo'ldi. Chunki to'g'ridan-to'g'ri bolsheviklar o'tiradigan bo'lsa, xalq bunga norozilik bildirardi. Lekin Fayzullo Xo'jayev o'zlaridan chiqqan, u Olimxon bilan doim nizoda bo'lgan. Shuning uchun ular Fayzullo Xo'jayevdan foydalanishdi. 1918-yil martida Buxoroni egallashga harakat qilindi. Lekin Olimxonning qo'shinlari bolsheviklar qo'shinlarini haydab chiqardi. 1918-yilda o'sha davrda Lenin bu yurishlarni ma'lum bir orqaga surishga majbur bo'ldi. Bunga sabab mamlakatda o'sha paytda qurboshilar harakati va chet el intervensiyasi. Chunki Rossiya Birinchi jahon urushida do'stlarini yarim yo'lda sotib ketgandi. 1918-yil 3-martida ular Germaniya bilan Brest tinchlik shartnomasini imzoladi va endi Rossiya do'stlarini urushda tashlab o'zi urushdan chiqib ketdi. Natijada Birinchi jahon urushi tugadi. Birinchi jahon urushida uning avvalgi do'stlari Buyuk Britaniya va Fransiya g'alaba qozondi. Endi ular Rossiyadan o'ch olishga harakat boshlagandi. Bu bitta masala bo'lsa, ikkinchi masala Lenin urushdan avvalgi, ya'ni Romanovlar olgan barcha qarzlarni bekor qilganini e'lon qildi. Tabiiyki Buyuk Britaniya, Fransiya bunga norozi bo'ldi va ular Rossiyaga, ya'ni Lenin davlatiga chet intervensiyasini amalga oshirdi. Shuning uchun Lenin bu urushlar, ya'ni Buxoroga urushlar orqaga surishga majbur bo'ldi. 1920-yil 12-avgustda Turkiston frontining qo'mondoni hisoblangan Frunze Buxoroga yurish boshladi. 1920-yil 29-avgustda Buxoroga yurishlar boshlandi. O'sha davrda Frunzening 10 ming yaxshi qurollangan askari, uni 4 ta tanki va 5 ta poyezdda 12 ta samolyoti bor edi. Olimxonda esa 50 tadan oshiqroq eski to'pi va 15 ming askari va xalqdan yig'ilgan jami yaxshi qurollanmagan ko'ngillidan iborat 20 ming askar bor edi. Jami 35 ming. Frunzeda esa 10 ming yaxshi qurollangan askar va yosh buxoroliklar unga yordam berishga qaror qilganda ularning soni 5 ming edi. 15 ming askarga 35 ming askar. O'rtada janglar boshlandi. Atigi 3 kun jang bo'ldi. 3 kunlik asosiy janglarni qo'shin soni emas, balki texnika hal qilib qo'ydi. Olimxonni 35 ming askar 15 ming askarga turib bera olmadi. Frunzeni 12 ta samolyotlari bombardimon qildi Buxoroni va Buxorodagi asosiy hisoblangan inshootlarning 4 dan 3 qismi vayronaga aylandi. 60 ming aholidan 20 ming qirib tashlandi. Ya'ni Buxoro 3 kunning ichida juda katta vahshatlar amalga oshirildi va inshootlar buzib tashlandi. Olimxonning o'zi esa u qochishga majbur bo'ldi. Dastlab u Sharqiy Buxoroda Frunzega qarshilik qildi, lekin u turib bera olmagandan keyin 1921-yil mart oyida u Buxoroni tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1920-yilda 2-sentyabrda Buxoro egallandi. Mang'itlar taxtdan ag'darildi. Hokimiyat bolsheviklar qo'liga o'tgandi ma'lum bir qadar. Egallagan inson Frunze Leninga xat yozdi. Xatda aytilgandi: "O'zbekistonda endi bizning bayrog'imiz mag'rur hilpirajak" deb ta'kidlab o'tgandi. Xuddi shunday bo'ldi. Ya'ni o'ziga qarshi hisoblangan Olimxon Mang'itlar taxtdan ag'darildi va hokimiyat tepasiga endi norasmiy, ya'ni mustaqil deyilgan, lekin amalda mustaqil bo'lmagan bolsheviklar hokimiyat tepasiga keldi. 1920-yil 6-8-oktyabr kunlari Buxoro shunday bo'ldi. Ya'ni Buxoro tuzildi. Dastlab Shayboniylar boshqardi, Ashtarxoniylar va Mang'itlar. Davlat nega bolsheviklarga atigi 3 kun turib bera oldi degan savol tug'iladi. Yuqorida aytgandek, texnika, texnologiya masalasi. Chunki 12 ta samolyot jang taqdirini hal qilib qo'ydi.
orqaga, ya'ni o'sha davrda mang'itlardan hukmdorlar Amir Abdulahad, Usmon Olimxon Peterburgga va Qrim Kavkazga qatnab turgan, ular shohona uy-joylari bo'lgan. Tabiiyki, qayerdan keldi shohona uy-joylar? Xalqdan yig'ilgan soliqlar hisobiga. Ya'ni xazinani pulni ular xohlagancha ishlatdi. Tabiiyki, davlatda xazinasi o'z manfaatlariga ishlatilgandan keyin ular texnika texnologiyaga pul tikmadi va natijada davlat orqada qoldi. Zaiflashayotgan davlatni tabiiyki bolsheviklar bosib oldi. Hayot qonuniyati shunday, kuchsizlar doim kuchlilarga bo'ysunmaydi. Bugungi videoda Buxoroni tashkil topishi, qisman Buxoro davlatini tashkil topishi, undagi sulolalariga qisman to'xtalib o'tdik va Buxoroning oxirgi ayanchli taqdiri, davlatni eng cho'qqiga chiqqan davrdan va tanazzulga ketish sabablarini to'xtalib o'tdik. Bu haqida sizning fikrlaringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldindan rahmat.